Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan Shaxsiy fikr kanalining navbatdagi sonida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi videomizda mavzusi Toshkent shahridagi turar joy narxlarining o'ta qimmatligiga bag'ishlanadi. Demak, nima uchun Toshkent shahrida turar joy ijaralari ham va narxi ham haddan tashqari qimmat? Karrasiga, hattoki mana bu Yevropa shaharlari bilan deyarli bir xil. Deylik, oddiy misol Moskva yoki Piter bilan deyarli bir xil. Toshkent shahridagi kvartiralarni narxi deyarli, ya'ni komfortroq. Va narxlari ham xuddi shunday. Nima sababdan Toshkent shahrida haddan tashqari qimmat ijara haqi ham, turar joy narxlari ham? Buning eng birinchi sababi Toshkent shahrida aholi sig'imi o'zi rasmiy ravishda 3 million deb keltirilgan. 3 million kishi, 3 milliondan yiroq rasmiy bu. Lekin bir kunlik Toshkentga kirib chiqadigan, viloyatlardan kirib chiqib, ishini bitirib chiqib ketadigan insonlarni hisoblaganda patok 5-6 million tashkil qiladi. Yani bir kunlik o'rtacha bu 5-6 million aholi bir kunlik degani Yevropaning o'rtacha bir davlatining nimasi raqami. 5-6 million bu o'rtacha Yevropadagi bir kichikroq davlat. Ya'ni Toshkent shahriga, ya'ni Toshkent shahriningdagi insonlar o'zining hududiga qaraganda ko'proq. Eng katta sabab mana shu. Ya'ni shaharda Toshkent shahrining hududi uning ichidagi insonlar, ya'ni nima deydi? Insonlarning, ya'ni odamlarning sig'imiga qaraganda kichiklik qiladi. Eng katta sababi mana shu. Ya'ni o'zi 3 millionlik shahar, to'g'ri, 3 millionlik shahar bo'lgan mana shu o'zidagi istiqomat qiladigan shaharga insonlarga yetishi mumkin, lekin bir kunlik boyagi patok 5-6 million bo'lgandan keyin bu Toshkent shahri ichidagi turar joylari ham kamlik qilib qoladi. Eng katta sabab mana shu. Ya'ni Toshkentda patok katta, odamlar ko'p kirib chiqishi, kuniga 5-6 millionlik. To'g'ri, rasmiy 3 million, lekin o'zi 5-6 million u yerda. Ya'ni eng katta sabab mana shu. Turar joylar, aholi turar joyi Toshkent shahridagi ijara uchun ham umuman sotiladigan farqi yo'q. Turar joylari Toshkentdagi aholiga yetmaydi. Ya'ni talabdan ko'ra kamroq. 5-6 million kishini qamarib ola olmaydi u yerdagi infrastruktura. Bu eng katta sabablardan biri. Demak, buni qanday hal qilish mumkin? Buning yagona chorasi Toshkent shahri hududini yana 2 ga ko'paytirish. Ya'ni hozirgi deylik o'rtacha 5-6 million kishi istiqomat qiladi desak, patok kirib chiqadi desak Toshkentga, bu o'zi 3 million, lekin yana karrasi 2 karra deyarli ko'p real holatda. Ya'ni buning uchun Toshkent shahar hududi kichiklik qiladi. Shuning uchun kamida muammoni hal qilish uchun yana 2 barobar kengayish kerak bu Toshkent viloyatining hududi evaziga. Ya'ni Toshkent shahri o'zi shunday ham Toshkent viloyati tumanlarini sekin-sekin qo'shib olyapti, lekin bu ham kamlik qiladi. Boyagi Toshkent shahridagi sig'imni normallashtirish uchun, aholining 5-6 millionlik aholiga xizmat ko'rsatish uchun, normal xizmat ko'rsatish uchun Toshkent shahri yana kamida hozirgi turgan hududidan 2 barobar kengayishi kerak. Kamida. Busiz iloji yo'q. Va turar joylar ham, qurilayotgan turar joylar ham, bu yerda hozir g'alati eshitilishi mumkin. Toshkent shahrida hozir ko'pchilik turar joy qurilishlaridan noliydi, juda ham ko'p uylar qurilyapti, atrof muhitga zarar va hokazo, lekin bu talabdan kelib chiqib qurilyapti. Qimmat bo'lib ketgan sabab ham mana shu. Ya'ni aholi ko'p, lekin turar joy kam. Hattoki hozir Toshkent shahrida qurilayotgan uylar ham Toshkent shahridagi talabni qondirib bera olmaydi. Kamida yana 2 barobar qurilish kerak. Kamida. Kerak bo'lsa 3 barobar. Deylik 10 mingta uy qurilgan bo'lsa, deylik yana 20 ming yoki 30 mingta qurilish kerak. Lekin bu qurilishlar uchun Toshkent shahrida endi joyning o'zi yo'q. Shuning uchun kengayishga majbur. Toshkent viloyatining Toshkentga yaqin bo'lgan juda katta qismini qo'shib olish kerak va keyingi quriladigan uylarni mana shu Toshkent qo'shib olgan hududlarga hisobiga kengaytirish kerak. Boshqa hech qanaqa iloji yo'q. Ya'ni turar joy qimmat, ya'ni ijara haqining ham qimmatligi, turar joyda sotiladigan turar joylarning qimmatligining sababi ham mana shu, ya'ni yetishmasligi. Bu hozir ko'pchilik bunga qarshi chiqishi mumkin, ya'ni Toshkent shahrida atrof muhit o'zi shunday hamma yoq jang bo'lib ketdi, qurilishlar ko'p va hokazo, lekin bu talabdan kelib chiqib qurilyapti. Talabdan kelib chiqib va hozirgi qurilayotgan uylar ham aslida kam, real holatda kam, chunki Toshkent megapolis bo'lmoqchi. Markaziy Osiyoda hozir juda ham ko'p, deyarli Markaziy Osiyoning yuragiga aylanib bo'ldi. Kunlik 5-6 millionlik aholi Toshkent shahridagi bu juda ko'p, Markaziy Osiyo uchun juda ko'p. Deyarli qo'shni davlatlarning deyarli butun bir aholisi bitta Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida. Shuning uchun mana infratuzilmani yaxshilash va Toshkent shahri kengayishi kerak.
Shundagina aholiga mavjud Toshkent shahridagi shu bir kunlik potok, ya'ni 5-6 million kishilik kishilarni talabini qondiradigan darajada kengayib va turar joylar qurilsa, shunda narx tushadi. Eng katta narxlarning balandligi, ijara haqlarining balandligi sababi bu turar joylarning yetishmasligi. Bu fakt. Buni iqtisodni tushunadigan yaxshi bir boshqa anaqalardan mutaxassislardan so'rasangiz aytadi. Ya'ni Toshkent shahridagi qurilayotgan turar joylar ham bunaqani qondirib bera olmaydi talabni. Hozirgi qancha qurilayotgan bo'lsa ham, hatto keyinchalik hali endi qurilayotgan uylar ham borki, ular bitgan taqdirda ham yangi Toshkent deyapti, hududi va hokazo. Ular bitgan taqdirda ham lekin aniq mavjud talabni qondirib bera olmaydi baribir. Chunki juda ham tez suratda o'syapmiz. Shuning uchun yagona yo'li yana kamida mana shu hozirgi qurilgan turar joylardan tashqari yana 2 barobar, kamida 2 barobar ko'proq uy qurilishi kerak. Lekin bu nimani hisobiga? Toshkent shahrining kengayishi hisobiga bo'lishi kerak. Hozirgi Toshkent shahrining ichida deyarli qurish uchun deyarli joy qolmadi, borlari sotilib bo'ldi. Demak, yana kengayish kerak. Toshkent viloyatining katta qismini qo'shib olish kerak, juda katta qismini. Va keyingi quriladigan tender asosida beriladigan hududlarni mana shu Toshkent viloyatidan qo'shib olgan hududlarga berish kerak. Boshqa iloji yo'q. Ya'ni Toshkentdagi aholini sig'imiga qarab turar joy qurish kerak. Hozir eng katta muammo mana shu. Ya'ni yetishmaydi. Aholi juda ko'p Toshkent shahrida, lekin turar joy kam, shuning uchun ham qimmat. Eng katta sabab. Keyin albatta ko'pchilikda savol tug'iladi. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, hozir tirbandliklar oshib ketadi, aholi ko'p bo'ladigan bo'lsa, yana turar joy qurilsa, yana ko'chib ketsa va hokazo va hokazo. Lekin bu tirbandliklar bo'lishi tabiiy o'zi hozirgi holatda ham. Toshkentda har doim ko'pchilik biladi, probka, ya'ni tirbandlik, kirish-chiqish va hokazo. Toshkentda mashina ko'payib ketdi. Bu normal holat aslida. O'zi boya aytdik-ku, Toshkentning hozirgi hududi uning ichidagi aholisi uchun kichiklik qiladi. Hozirgi Toshkent hududi uning ichidagi 5-6 millionlik aholi uchun kichiklik qiladi va u juda ko'p insonlarda avtotransport bo'lgani uchun va tirbandlik bo'lishi tabiiy. Hozir Toshkent shahrining ichida qancha ko'p ko'prik qurilsa ham, deylik tunnellar quriladi va hokazo, nima qursa ham hozirgi tirbandlikda endi nima deydi? Yaxshilashni iloji yo'q. Endi bo'ldi. Toshkent shahri to'liq bo'ldi. To'liq liq bo'ldi, tamom. Endi nima qilsangiz ham buni aks ta'sir beradi. Ko'prik quradimi, tunnel quradimi, endi foydasi yo'q. Muammoning tirbandlikni ham va turar joy narxlarini yechishni ham mana shu ikkita muammoni hal qilishning yagona yo'li bu Toshkent shahrini kengaytirish, Toshkent viloyati hisobiga tezroq. Va yana bitta eng muhimi bu Toshkent shahrida ichidagi nimalarni ijtimoiy infratuzilmalari, deylik, institutlar juda ham ko'p, oliy ta'lim muassasalari Toshkent shahrida. Shularning barchasini maksimal darajada Toshkent viloyati hududiga chiqarish. Infratuzilmalari barchasini Toshkent shahrining ichidagi parklar, gipermarketlar, bozorlar hammasini Toshkent shahrining ichidagi mana aholi gavjum bo'ladigan infratuzilmalarni Toshkent viloyatiga ko'chirib chiqarish kerak. Toshkentning ichida unaqa narsalar bo'lish kerak emas endi. Hatto institutlarni ham Toshkent viloyatiga chiqarish kerak. Chunki haddan tashqari ko'p institutlar, oliy o'quv dargohlari, bog'lar, parklar va hokazo mavjudlar qolishi kerak. Endi bu yog'iga qayerdadir park qilish, qayerdadir ko'ngilochar nimadir ochish Toshkent shahrida yoki bo'lmasam deylik gipermarket qurish, supermarket qurish, kattaroq savdo uylari yoki bozorlar qurish endi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Qanaqa mana shunday katta ijtimoiy ahamiyatga ega infratuzilmalar quriladigan bo'lsa, Toshkent viloyatiga chiqarish kerak hamma narsani. Agar Toshkent shahrining ichidagi mana shunday oliy o'quv yurtlari, bozorlar, gipermarketlar hammasi, bog'lar, hatto ko'ngilochar bog'lar ham hattoki quriladigan keyingilari ham kerak bo'lsa Toshkent viloyatiga ko'chirilishi kerak, tashqariga chiqishi kerak. Bo'lmasam hamma mana shu Toshkent shahriga kelib siqilaveradi. Odam juda ham ko'p bo'ladi. Haddan tashqari odam ko'p bo'lgandan keyin talabalar hammasi Toshkent shahrida bo'lgandan keyin albatta turar joy narxi ham oshib ketadi. Tirbandligi mana shundan aslida. Toshkent juda kichik, lekin hammasini olib kelib Toshkent shahrining ichiga tiqilgan, hammasi. Institutlar ham shu yerda, gipermarketdan, supermarketdan, aeroportdan, vokzal hammasi shu yerda. Endi bo'ldi, Toshkent to'la bo'ldi. Yana chelak deb olsak, chelak to'la bo'ldi.
hech qanaqasi iloji yo'q. Nima qilsa ham endi Toshkent shahrining ichida boshqacha nima deydi, xalq bo'lmaydi ichidagi muammolar. Yagona hal qilish mumkin narsa kengayish Toshkent viloyati hisobiga va turar joylarni yana karrasiga ko'paytirish va Toshkent shahrining ichidagi barcha infratuzilmalarni ijtimoiy Toshkent viloyatiga chiqarib tashlash. Ana shunda qisman hal qilsa bo'ladi. Demak, yana bitta eng muhim narsa qarang, Toshkent viloyati va Toshkent shahri o'rtasida, Toshkent viloyati va Toshkent shahrini o'rtacha, ya'ni Toshkent viloyatidan bilan Toshkent shahrining chegarasigacha hisoblasak, hududlardan, ya'ni Toshkent viloyatining eng chekka hududidan Toshkent shahriga kelishgacha o'rtacha 70-80 kilometr. Bu esa aslida juda ham ko'p emas. Demak, 70 kilometr deylik, agar 70 kilometr masofani 1 soatda bosib o'tsa bo'ladi. Ya'ni Toshkent shahriga kimdir o'qishga, ishga bormoqchi bo'lsa, Toshkent viloyatidan 1 soatda borsa bo'ladi. Lekin muammo nimadaki, Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchilarga ham hattoki Toshkent shahriga borishga muammo bor, ya'ni transport infratuzilmalari yaxshi rivojlanmaganligi. Agarda Toshkent shahri bilan Toshkent viloyatining tumanlarining barcha hududlarini bog'laydigan infratuzilma bo'lsa, transport, ya'ni infratuzilmalari, doimiy avtobuslar, yo'llarni to'g'rilab, doimiy avtobuslar yo'lga qo'yilsa, har bir tuman bilan Toshkent viloyatidagi har bir tuman markazidan Toshkent shahrigacha va yana Toshkent shahridagi avtobuslar borku, maxsus tez yo'l, mana shunaqa avtobuslar qo'yilsa, doimiy soat ertalab 6 dan kechqurun soat 9 gacha va tez yo'l poyezdlar qo'yilsa, doimiy, ya'ni yo'nalish bilan tizimli yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Talabalar, viloyatdan kelib ishlaydiganlar ham albatta Toshkent shahridan emas, Toshkent viloyatidan ham ijaraga uy olishni boshlaydi. Bu hattoki mana shu, agar Toshkent viloyati bilan Toshkent shahrini o'rtasidagi mana transport infratuzilmalarini rivojlantiradigan bo'lsa, tizimlar rivojlantiradigan bo'lsa, hamma Toshkent shahriga borib tiqilavermaydi viloyatdagilar. Kelib Toshkent viloyatidan ham ijara oladi, Toshkent viloyatida ham yana uylar quriladi. Ko'proq anaqa nima deydi, investorlar ham faqat Toshkent shahriga emas, Toshkent viloyatiga ahamiyat qaratib, u yerda ham yangi turar joylar quriladi. Chunki nima? Toshkent shahriga borib kelish qulay bo'ladi. Bu eng katta minuslardan biri mana shu. Ya'ni Toshkent shahri va Toshkent viloyatining o'rtasida 60-70 kilometr farq bor, lekin transportda har doim muammo bor. Doimiy tizimli transport yo'q. Faqatgina xususiy taksilarda borish mumkin. Ular esa qimmat. Agar barcha mana shu Toshkent viloyati tumanlarining markazini Toshkent shahri bilan tizimli bog'lab bera olsa hukumat, mana shu yo'llar qurilsa, doimiy avtobuslar tizimli, yaxshi avtobuslar borib keladigan, vaqti bilan kechikmasdan borib keladigan avtobuslar qo'yilsa va temir yo'l, elektrichka deymiz-ku, temir yo'llar olib kelinadigan bo'lsa, mana shu ham juda katta yordam beradi. Toshkent shahrining ichidagi nima deydi, turar joy narxlariga qattiq ta'sir qiladi. Kvartira va turar joy narxlari ham tushishni boshlaydi. Chunki hamma borib Toshkent shahridan olmaydi-da, Toshkent viloyatidan ham ijara olishni boshlaydi, Toshkent viloyatida uy qurishni boshlaydi, Toshkent viloyatida nima deydi, Toshkent viloyatida ham nima deydi, investorlar uylar qurishni boshlaydi, ijaraga olishni, sotib olishni boshlaydi. Toshkent viloyatlari kengroq-ku. Ya'ni bu ham bir qisman muammoni hal qilishning bir yo'li. Ya'ni infratuzilma yo'qligi Toshkent shahri bilan Toshkent viloyatini bog'laydigan. Ya'ni mana asl muammoda bu Toshkent shahridagi ijara haqining haddan tashqari qimmatligi. Ya'ni Toshkent shahridagi turar joylar u yerdagi bir kunlik potokning, ya'ni 5-6 million kishiga qondiradigan darajada emas. Kam. Karrasiga kam, 2 barobar kam. Shuning uchun yagona yo'li, ko'pchilik qurilishlarga qarshi bo'lsa ham, Toshkent shahrida hozir baribir hozirgi qurilayotgan uylar bitgan taqdirda ham bu Toshkent shahridagi turar joyga talabni qondirib bera olmaydi. Shuning uchun bari kengayish kerak, kamida x2 ga. Ya'ni 2 barobar, kamida 2 barobar kengayish kerak Toshkent hozirgi turishidan. Shundaqa qisman qondiradi va boyagi transport infratuzilmalarini yaxshilash kerak. Aholi ko'p bo'lgandan keyin Toshkent ichidagi barcha institut, boya aytib o'tganimizdek bog'lar, ko'ngilochar, bozor hammasi Toshkent viloyatiga chiqarish kerak. Toshkent viloyatidagi har bir tumandan Toshkent shahriga qatnaydigan avtobus infratuzilmalarini joyiga qo'ysa, bu qisman turar joy narxlariga ta'sir qiladi. Eng birinchi marta turar joy narxlariga. Hattoki hozirning o'zida ham qurmasdan turib, hozir kengayish bari qiyin-ku. Kengaymagan taqdirda ham keyin sekin-sekin qo'shib boriladi, chunki
Toshkent viloyati hududi sekin qo'shib boriladi. Shuni o'zida ham lekin Toshkent viloyatidagi tuman mana bu O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq, Quyi Chirchiq, Chinoz, Yangiyo'l deymizmi, Bo'ka, Ohangaron, Angrena misol uchun. Parkent, Piskent, Bo'ka farqi yo'q. Oqqo'rg'on farqi yo'q. Mana shu tumanlarning markazidan Toshkent shahrini bog'laydigan doimiy tizimli avtobuslar bo'lishi kerak. Vaqtida qatnaydigan. Toshkent shahri metrolarga, eng yaqin metrolarga olib borib tashlaydigan, avtovokzallarga olib borib to'xtaydigan doimiy avtobuslar bo'lsa, shunda hamma Toshkent shahriga bormaydi. Toshkent viloyatidan uy olishni boshlaydi, ijaraga olishni boshlaydi. Ancha narx tushadi va Toshkent shahriga ham hamma o'zini mashinasida qatnayvermaydi avtobus bo'lgandan keyin bu yerda probkalarga ham yetishga ham qisman, tirbandlikni yetishga ham qisman nima beradi, yordam beradi. Demak, mana shunday. Ya'ni Toshkent shahridagi uylar qimmatmi? Ha, qimmat. Karrasiga qimmat. Yagona sababi turar joy yetishmaydi. Toshkent shahridagi hozirgi aholisi uchun turar joy yetmaydi. Kamida 2 barobar ko'proq qurilish kerak. Keyin boyagi ichkaridagi infratuzilmalarni Toshkent viloyatiga olib chiqib tashlash kerak hammasini. Demak, bugungi suhbatimiz mana shulardan iborat. Kanalga obuna bo'lib qolishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Voy, Toshkentda nima bor? U yer odamlarni bilasanmi? Seni yutib yuborishadi-ku.